Burun to'sig'i perforatsiyasi o'zi nima? Burun to'sig'i perforatsiyasi bu burun to'sig'imizdagi defekt, ya'ni teshikka burun to'sig'i perforatsiyasi deymiz. Bu bemorlarda qanaqa klinik belgilar bilan namoyon bo'ladi? Asosiy 4 ta klinikasi bo'ladi. Birinchisi bu burnimizda tinimsiz qotqaloqlar paydo bo'lishi va qonab turishiga shikoyat qilishadi. Ikkinchisi, burnimizda nafas olganimizda burun hushtakka o'xshagan, demak, tovush paydo bo'ladi bemorlarda. Shu narsaga shikoyat qilishadi. Uchinchisi, demak, burun to'sig'i perforatsiyasi agar katta bo'ladigan bo'lsa, burnimizni cho'kishiga va burnimizning shaklini o'zgarishiga ham olib kelishi mumkin bo'ladi. Va eng ko'p uchraydigan sabablardan, shikoyatlardan bittasi bu burnimizdan nafas olishi buzilishiga ham olib kelishi mumkin. Ya'ni o'rtadagi teshik burunni fiziologiyasini buzilishiga olib keladi. Havoni, demak, resirkulyatsiya hisobiga, demak, nafas olishi qiyinchiligiga shikoyat qilishadi. Bu kasallikni davolash ilojisi bormi? Ha, albatta davolash ilojisi bor, lekin bu kasallikni davolashdan oldin maxsus tekshiruvlardan o'tkazamiz, maxsus tayyorgarlik bo'ladi va shundan keyingina, demak, xirurgik yo'l bilan davolasa bo'ladi.